Assalomu alaykum. Kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi aqlli zukko bolajonlar uchun o'zbek xalq ertaklaridan Anor daraxti va qushlar nomli kitobini o'qishni tavsiya etadi. Ushbu kitobga farzandlarimizning odobi va har tomonlama barkamol bo'lib ulg'ayishlariga yordam beradigan ertaklar jamlangan. Aziz bolajonlar, bilaman, siz turli-tuman mavzularda juda ko'p ertaklar o'qigansiz. Ushbu kitob esa avval o'qigan ertak kitoblaringizdan anchagina farq qiladi. Negaki u sevimli qahramonlaringizning sizga atalgan so'zlari asnosida yozilgan. Kitobda sizning sevimli qahramonlaringiz haqida ertaklar jamlangan. Aziz bolajonlar, bir-biridan qiziqarli hikoya va ertak kitoblarini o'qishni xohlasangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.